shuncha odam o'lib ketishi mumkin do'stlar. Shuncha video chiqarishimga qaramay sizlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Oy. Endi meni Draco kuchli deb chaqiringlar. Men qo'yni bir zarbada yanchib tashladim, ko'rganingizdek. O'lgisi kelmagan tovuq ekan bizlar. Endi men Draco yovuzman. Men bugun ovqatga to'ydim, shekilli ketdim. Ana molni ham o'ldiramiz. Yo'q. Bunga ham albatta. Lekin hozir o'laydi o'zim. Nayzachalarimni. Maki. Anne. Agarning olmasa birinchi bo'lib nayza yasayman. Chunki nayza menga juda ko'p o'tadi. Xo'p, bolalar obunachilar. Hozir biz shu yerda kuchayib olamiz. Verstayim qani? Voy. Videoning boshlanishidagi g'orga verstayni qolib ketdi. Shuning uchun daraxt yopamiz va verstaga ovqat pishirganimizdan keyin konga tushamiz. Konga tushganimizdan keyin qolgandan keyin. Chunki aytsam qizig'imay qoladi. To'g'rimi bolalar? Hop, pechka. Mana birinchi qovurib bo'lamiz tovuq go'shtini. Tovuq pishguncha sizlar manzarani tomosha qilinglar. Ana chippa chiroyli manzara. Ma'muni qaranglar. Plus. Men nima qildim? Meni qarasin. Do'stlar, ovqat yeb olmasak mening juda qornim ochib ketdi. Bu yerdan ham ko'rib olishingiz mumkin. Qorin ham to'ydi. Hozir biz yotoq olishimiz kerak. Yani kravat uchun esa qo'y kerak. Bizda qo'ylar uchun bir dona. Lekin kun kech bo'lyapti. Hali zombilarning orasida qolib o'lmagani yaxshi. Do'stlar, men bu qismning ikkinchi qismini chiqarishim uchun like bosib qo'yinglar. Biz keyingi videoda baza uchun joy topamiz va baza qurishda davom etamiz. Like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga xayr. Mana hammaga salom do'stlar. Siz kutgan o'sha mening survival
videomning ikkinchi qismi chiqdi. Hamma kutgan videomning ikkinchi qismi. Qani ketdik. Biz esa bizning hozirgi maqsadimiz joy izlash. Oy yo'q, zombilar. Oy. Agar men hozir bironta boshpana topib olganimda edi. Oy. Lava. Agar hozir bizga qushloq chiqib qolganda zo'r bo'lardi. Do'stlar, men bu klipperlarni aniq o'ldiraman. Nega har doim men shunday omadim kelmaydi? Nega men omadim yo'q? Nega? Endi xatabini beraman. Hozir esa to'xtamasdan qochamiz. Agar men imperiya kuchayib ketsam, bazamda askarlar yig'sam,